Albatta, rahmat. Albatta sportda g'alaba yonida mag'lubiyat ham yonma-yon yuradi. Bu tabiiy, bunga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Futbolchilarimiz FIFA reytingida 5-o'rinda turgan Portugaliya bilan 13-o'rinda turgan Kolumbiya hamda ko'plab futbolchilari Yevropaning yetakchi klublarida to'p surgan Kongo terma jamoalari bilan mundial nafasini his etdik. Abbos Fayzullayev, Eldosh Shomurodov jahon chempionatida ilk gollarni kiritib xalqimizga xursandchilik bag'ishlagani bu ham haqiqat. Qadrli vatandoshlar, milliy terma jamoamizning jahon chempionatidagi ishtiroki to'g'risida turli fikrlar bildirish va men internetda ham ko'rib turibman, har xil gaplar meni albatta bezovta qilyapti. Shuning uchun bugun o'z fikrlarimni aytmoqchiman. Bir narsani bilinglar, vatanimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a'zolariga ortiqcha his-tuyg'u bilan e'tiroz bildirish, ulardan ayb qidirish xalqimizga xos emas, bu ham to'g'ri bo'ladi.